tilagingni degan yoshlarga agar sodda qilib ta'bir joiz bo'lsa, tilaging degan bir yig'ilish bo'ladi menimcha. Avvalo bu yerda hurmatli prezidentimizni o'sha eshitish, ya'ni toqat bilan eshitish siyosati birinchi navbatda bugun yoshlarning xohish istaklarini maydonga olib chiqa oldi. Ya'ni buni shaxsan prezidentimiz namuna bo'lib, boshidan boshlab bizdan ham talab qiladilar, eshitishga betoqat bo'lmanglar, xalqimizni eshitishga deydilar. Shuning uchun ayniqsa yoshlarni ham eshitganimiz, ayniqsa ko'p mana vazir va yoshlar uchrashuvlar, bu hammasi shaxsan prezidentimiz tashabbuslari. Biz doim yoshlar bilan yuzma-yuz kelib uchrashuvlarda, demak bir narsani mana shu muloqotlarni, demak shaxsan prezidentimiz bosh bo'lgan yoshlar bilan bo'lgan ochiq muloqotlarni mevalarini ko'rdik allaqachon. Demak bugun o'zbek yoshlari sportdami, hamma sohalar, ayniqsa sportda bu yil misli ko'rilmagan natijalarni qo'lga kiritishdi. Men o'ylaymanki, bugun ham ana shunday uchrashuv, ya'ni tilagingni degan yoshlarga agar sodda qilib ta'bir joiz bo'lsa, tilaging degan bir yig'ilish bo'ladi menimcha. Yana ham yoshlarga imkoniyat eshiklari keng ochiladi va chunki nimaga yuqorida aytganimdek, ular bizni yoshlarga yelka tutsa, ular nima qilishini ko'rdik ko'zimiz bilan. Shuning uchun menimcha bugun ham hurmatli prezidentimiz ana shunday pozitsiyada davom etadilar.